Bolani Xudodan so'rayotgan narsasini qara. Nima deding hozir? Ey Xudo, uni mashinani birovminmasin. Voy maşallah. Çok katta bolalarni qarang. Ve bularni bu 01 bular 01 u bular. Bu 01 bular haydashga bu mumkin emas bu. Bular tergash. Çok katta bolalar. Uyatmasmaydi bu bolachalar. Bolajonlarni ko'ryapsizlarmi? 25 ta oilani hozir bolajonlarni onalari bilan olib chiqdik. Shunaqasi ham bo'lar ekan. To'ylar qilyapmiz, isrofgarchilikka to'g'risini aytsalik juda ko'p yo'l qo'yib yuboryapti isrofgarchilikka-da. Qarang, bir opamiz o'zlari musofirda ishlab, Xudo xolasa o'z vatanimizga borsam, shu bolajonlarni mehmon qilaman, shu farzandimga to'y qilmaganman. Shuni evaziga bolalarimga shu chiroyli qilib bir mehmondorchilik qilsak degan maqsad qilgan ekanlar. Hozirda Farg'ona bog'idamiz. Jamoamiz bilan chiqdik. Endi nima deydi? O'zi bolalarimiz 200 tadan ko'pi. Imkon qadar shu nimasini olib chiqdik hozir. Kirsakda bog'da ozgina o'ynatib, xursandchiliklarga inshaalloh sherik bo'lsak. Qani o'tiringlar bolalarim, o'tiringlar. Qani qizim, o'tiringlarchi. Bolani Xudodan so'rayotgan narsasini qara. Nima deding hozir? Ey Xudo, uni mashinani birovminmasin. Voy maşallah. Qarang, bolajon bitta biz hozir Asfon bilan gaplashib turgan chog'imizda ey Xudo, uni mashinani birov minib olmasin deyapti. Qarang, bu bola bir kungina bo'lsa-da shu yetimligini unutsa. Bu bolajonlarim shunaqa otasiz, mehrga muhtoj oila bolajonlar. Aslida bir shularni mehmon qilishimiz kerak, do'stlar. Xudo xolasa kelajakda keyin bular ham vatanimizga, xalqimizga, jamiyatda bir xizmat qiladigan bolalar bo'ladi. Alloh taolo bu qilinayotgan ehsonlardan o'zi rozi bo'lsin. Kelajakda bu bolalar ham katta ehson qiladigan sahib oilalar bo'lsin. Alloh qani yoqimli ishlar olaveramiz bolalar. Siz shuncha bolajonlarni mehmon qildingiz, xursand qildingiz. Alloh taolo sizni jannatida mehmon qilib xursand qilsin. Allohu akbar. Ketdi endi o'ynagani. Çok katta bolalarni qarang. Ve bularni bu 01 bular 01 u bular. Bu 01 bular haydashga bu mumkin emas bu. Bular tergash. Çok katta bolalar. Uyatmasmaydi bu bolachalar ichida.
ekan, zo'rmi?